Dünya Uyghur Qurultayının 14-iyul kuni tarqatgan e'lonida Qurultay bilan har qaysi ellarning parlamentlari orasidagi munosabatlarga mas'ul to'liq maoshli koordinator qabul qildiganligi bildirildi. Yevropaning o'lchamlari bo'yicha maosh beriladigan mazkur xizmatni loyiq ko'rguvchilar 7-oyning 31-kuniga qadar o'zlarini Dünya Uyghur Qurultayining markaziy ishxonasiga bildirishi lozim. Qurultayning parlamentlararo xizmatlarga mas'ul alayda xodimi Bryussel yoki Qurultayning Myunxen shahridagi markaziy ishxonasida xizmat qiladi. Dünya Uyghur Qurultayining bu vaqtdagi e'lonida ko'rsatilishicha, qabul qilinadigan xizmatchi xodim inglizchani ravon bilishi, fransuzcha, xitoycha va uyg'urcha tillarni bilishi, ijtimoiy aloqa vositalaridan unumli darajada foydalanish iqtidoriga ega bo'lgan bo'lishi, Sharq Turkiston va Xitoyning navbatdagi vaziyat haqida tafsiliy ma'lumotga ega bo'lgan bo'lishi, erkin sayohat qilish va favqulodda ahvollar ostida 8 soatlik ish vaqtidan keyinmi yana davomli xizmat qila oladigan imkoniyatga ega bo'lishi shart. Undan boshqa yana Qurultay tarafidan ish qilinadigan parlamentlararo koordinatori Yevropa Birligining har qaysi organlari va xalqaro kishilik huquq mexanizmi haqida ma'lumotga ega bo'lishi, siyosat va xalqaro munosabatlar yoki xalqaro qonun va kishilik huquq bilimlari bo'yicha universitetni tamomlagan bo'lishi, Uyg'urlar masalasining navbatdagi taraqqiyot yuzilishidan to'liq xabardor bo'lgan bo'lishi lozim. Dünya Uyghur Qurultayi bilan har qaysi ellarning parlamentlari orasidagi munosabatlarga mas'ul to'liq maoshli koordinatorning xizmat doirasi tovandikilardan iborat. Qurultay nomidan har qaysi ellarning hukumatlari, parlamentlari, ommaviy tashkilotlar va diniy guruhlar bilan aloqa o'rnatish. Har qaysi ellarning parlamentlarida Uyg'ur do'stlik guruhlarining qurilishini qo'lga keltirish. Uyg'ur sud kollegiyasining hukmini va har qaysi parlamentlarning hozirga qadar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida olgan qarorlarning boshqa ellarning parlamentlariga tashviq qilish va anglatish. Hökumətlərini, parlamentlarni və xalqaralıq organlarni Uyğurlar məsələsi haqqında hərəkətə ötküzüş. Hər qaysı parlamentlarga sunulduğan Uyğur məsələsi haqqındakı xəbərnamə, doklad və bayanatlarni tayyorlash. Xalqaro organlarga sunulduğan Uyğur məsələsi haqqındakı türlü təklif layihələrini tayyorlash. Dünya Uyğur Qurultayının hər qaysı ellərinin parlamentlər arasidagi munosabatlarga mas'ul to'liq maoshli koordinator qabul qilish haqqındakı e'lonning tafsilotini tövəndəki Qurultayının torbet adresidan to'liq ko'ra olasiz.